Kunam esib ketdi-da. Ertalab bo'lib ketdi-ku. Hozirgi paytlarda mushkush bo'lib ketibman. Assalomu alaykum. Obunachilar, sizlar bilan Adzetto. Bugungi videoda biz qishloqda yashaymiz. Qishloqqa qandaysan? Yaxshi, yaxshimisan? Ha, yaxshi. Mayli. Sizlarga birinchi qishloqni tanishtiraman. Bitta skalat. Mana narsalar bor. Ha, bitta ham bor. Bitta. Keyin boshqa sandiqda yo'q. Shunaqa qishloqda bo'lgandim. Endi esa mana bu tashlandiq uy. Kimgadir kerak bo'lsa taxlab, remont qilib oladi. Bu janob merning uyi. Men hozir qayerdaligimni bilmayman. Ketdim endi. Obunachilar, men ketdim endi, sizlarga boshqa joyni ko'rsataman. Bitta keshirim bo'lsa yutsa bo'ladi, bitta baxt tutsa bo'ladi. Qarmoqda siz baliq kelishini kutasiz. Yana bir marta baliq tutamiz. Men yaxshi zerikdim. Yana boshqa xonalarni ham tanishtiraman. Buni tanishtirgandimmi? Tanishtirgandim. Merning edi. Biz ish qilsak, bizga ana shu pullarni berardi. Biz pullarni tanishtirdi. Mana bu mehmonxona. O'z ichiga kirib ko'rsataman. Mana mehmonxona. Bu yerda yashasa bo'ladi, vandotga kiyimlar qo'ysa bo'ladi. Endi esa tepaga chiqamiz. Tepada ham to'rt. Faqat to'rt. Mana bitta ham to'rt. Nimaligini bilmayman. Men mana shu yerda sakrayman. Qishloqni ya'ni urma. Ursan bo'ladi. Yomon qilib qo'yaman. Jim bo'lish uchun. Mayli. Ketdik endi. Biz o'zimizning uyimizni tanishtiramiz. Ko'rgani yo'q. Bo'ldi, kirdim. Mana bitta ovqatlar bor. Birinchida tez yo'q qo'ydim. Xullas mana tarvuz. Olmayman. Esimdan chiqib qoldi. Mana bitta yotoqxona. Svitlar. Sindir bo'lmas ekan. Mana bitta narsalarni to'xtatgan joy. Mana shuncha narsam bor. Mana bitta hayotga narsalar bor-da, ishqilib. Lekin kim yo'q. Skinim ko'rsataman. Mana skinim Steve. Yana bitta yaxshiroq joy bor edi. Shu joyni hozir ko'rsataman sizlarga. Uzoq. Shu reklamani ko'rib qoldingizlar. Mana bitta suzladi. Xavfsiz. Mana bunaqa qilib suzilsa bo'ladi. Mana shu qizil chiziqdan chiqib ketmaslik kerak. Mana bitta ham. Mana bunaqa qilsa bo'ladi. Pastga tushadi. Bittadan chiqadi. Hozir mana shu yerdaman bitta. Endi biz ketdik. Kechqurun bo'lyapti, sizga uyga borish kerak.
Qishloqni yaxshi tanimigan bo'lsanglar, boshqatdan videoni ko'ringlar. Endi men yo'taman. Bitta kiraman. Obunachilar yo'tamayapman. Bu qanaqasi endi? Ha, ertalab bo'lib ketdi-ku. Salom qishloqim. Salomatmiz. Qandaysan, yaxshimisan? Sen nimalar eshitasan? Ko'raman. Baliq. Bu bizga kerak emas. Sen meni chaqiryapsan. Meni chaqirayotgan ekan. Salom janob mer. O'zingiz oldimga kelib qoldingiz. Ha, keldim. Tepingiz bor ekan. Xo'sh, sen Qayerga ketyapsiz? Qo'sh budur. sen agar qarasan, men uyimni oldida. Xo'p, mayli, men janob merga yo'q deyolmayman. Qishloqdan qaytishi mumkin. Chunki u qishlog'imizning boshlig'i. Obunachilar qani endi? Hozir biz uyimizdan kerakli narsalarni olib olamiz. Bu janob merning edi. Obunachilar, men ketdim endi. Bitta diktasini yopib ketdi. Bu qishloqi. Qishloqlar cho'ti. G'alati. Mayli, men qishloqlar haqida gapirmayman. Va sen bu yerda nima qilyapsan? O'zingga zo'min qilaymi? Qilaman. Seni nazorat qilishim kerakmi? Bo'ldi, umriga zo'min qildim. Obunachilar shu reklamaga mening jonimga tegdi. Sizlarnikigachi? Obunachilar bo'ldi, men ketdim. Janob merga ko'rib qolaman. Lekin juda charchadim. Ana bu yerda daraxtlar. Bu videoning ikkinchi qismini chiqishini xohlasanglar, 25 ta obunachim bo'lsa, shu videoning tagida 10 ta like yig'sa, bu videoning ikkinchi qismini chiqadi. Necha bo'lmayapti? Obunachilar qo'llar chopladimi? Janob mer, to'xting. Men charchadim. daraxt cho'polmadi. Nimaga? Shunchaki. Ba'zan bo'lmasa qishloqdan haydayman. Cho'polmayapman. Obunachilar, yana reklama. Yana bir marta chopib ko'raylikchi. Bo'ldi, endi tepaga chiqaman. Obunachilar, shu joyda video tugaldi demayman-ku endi. Negadir chopib o'ynayapti. Bo'lmasa o'zimda bu narsadan foydalanaman. O'zimda nimam bor? Balkim bu videoning ikkinchi qismida chiqararman. Aytganimdek 25 ta obunachi bo'lsa, shu videoning tagida 10 ta like yig'sa, bu videoning ikkinchi qismi. O'zimda nimalar bor ekan? Jo'shdan quraman, mayli. Bitta kit mon olaman. Janob Berindi aytganini qilish kerak. Aytganini qilishga majburmiz. Shunaqadan. Obunachilar, janob Beruy oldiga borish kerak. Janob merning o'yin oldi tegizmi? Tegiz bo'lmasa tegizligimiz shu edi.
menimcha. Obunachilar yana reklama. Janob Mayorning shu ekan. Endi biz огородni quramiz. Lekin bizda paqir yo'q-ku. Hattoki blok qo'yib bo'lmayapti. Mayli obunachilar. Shu joyda video tugadi. Hammaga xayr demayman-ku. Ana bu qishloqning qaranglar, yuzga keltirish kerak bo'lmasa o'ldirib yuboraman. Obunachilar, to'xtag'ini. Qachon uzatsan? To'xta, suv ko'tarib yuboraman. Janob Mer ma'murlar qo'yib bo'lmayapti. Qishloqdan yo'qol narsalarni oldi. Xo'p, Janob Mer endi unaqa men qilaman. Yo'qolasan. Xo'p, mayli. obunachilar Janob Mer lekincha qattiq gapirib yubordi. Mayli, men endi Janob Mer aytganini qilaman va ketaman. 2 kundan keyin qaytib kelaman. Shunaqa dedi obunachilar. Endi Janob Mer aytganini qilishga majburmiz. O'zimizga kerakli blok kerak emas, bu kerak emas. Shalker olib olamiz. Bu olib olamiz. Xarita olamiz. Keyin esa ovqat olamiz. Ovqat. Bu yerda emas. Mana bu yerda. Biz ketamiz endi qishloqdan. Janob Mer haydab yubordi. Oltin olib olamiz. Oddiy olib olamiz. Qochib ketdim. Endi esa bitta suramiz. Men ketdim. Buryoq tezroq hali ketmadi. Yo'q. Unda mayli. Yaramas. Urma. Mayli, men ketdim. Shu obunachilar, men ketdim. Janob Mer haydab yubordi. Ana shu tog'da yashab qolishga harakat qilaman. Aytgancha men ana uni ta'mirlayman. Va kim yashasa yashashiga narsa qilib beraman. Bu qochib ketaman, sahifalari bu emas edi. Tezroq borish kerak. Oyog'im. Obunachilar, men yumuq qildim. Men qaytib keldim. O'z ketaman. Unda obunachilar, bu xarit olaman. Ma'murni qo'yaman. Olaman o'zimga. Bo'ldi. O'zim uyimdaman. Kerakli narsalarni inventlarga solib qo'yaman. Hal bo'lmayapti. Men kravatda bir kundan keyin ketaman. Janob Mer. Ertaga ketaman. Xo'p, mayli. Men endi uxlayman. Obunachilar, men bu videoni ikkinchi qismida ketishim ham mumkin. Chunki video 15 minutdan ko'p joylansa, qisqa video bo'lib joylanadi. 14-daqiqa 25-sekund. Shuning uchun obunachilar, men bu videoni ikkinchi qismida ketaman. Shu joyda video tugadi. Hammaga xayr. Janob Merga aytay. Janob Mer. Ertaga ketaman. Ikkinchi qismga ketaman. Nimaga? Nimaga? Chunki
Hammaga xayr.